Charles. Abdülkerim ablayız. Charles. Abdülkerim ablayız. Charles. Ben Abdülkerim ablas. Bu işimlik Charles. Yanıdan çıkan mahsulat bu. Hem onun Acayip kalsın. Charles. Karşıdan bir günlük korkuncu bak durum. Fukam. Fukam. Ha? Fukam. Xapamay açıkışını bir bergen bolsanız, yulamı bir kitip algan bolsam. Qarang aka. Men sizga yo'ldan kech bir moch gap qildim. Men oshqishni sizga belgilanmaydi. Men bilan birga qatnash boshqarish uchun atirtiga borasiz. Juring. Fukam xapamanga mush ishni bir azroq pul bilan bo'lsin, hal qilib yetlar. Fukam barmay cho'shaga. Aka. Siz men ishni pul bilan hal qilgan bir tovar mal ko'rib qoldingizmi? Ha? Men qonunni pul bilan hal qilganimda, mush gapingizni o'z jinoyatchimi men sizga deb qo'yay. Xapamanga fukam biz dixan haqim uqmay qaptiq. Fukam açıkçımni ilvarsınız, xotin balchaqam taladi qoldi mening. Hey, aka. Mushunda qonun xilop yo'llansangiz, işte qonun xilop ish qilsangiz, xotin bolalaringiz rast taladi qoldimi men sizga deb qo'yay. Xapamang fukam men uqmabdiman tuzday. Meni bir mang'ul qo'ying fukam. O mang'ulmi juring men bilan birga borsiz. Fukam xapamanga tuzday dedim-ku, bir nimda Hey canım aka. Onun üstüge ben motorumuzun kinişkisi mi yok ya? batda. Kene? Ya şu burun batda fukam biz ma yeziqishlar qijiq kumat o'shab yanchiqimdan chiqib silkingan vaqt atogim bitta tuluqli olaycha men. Qarang da. An normadan ortiq yuklarni besib ketganingizni qarang. G'atchi yermin tushiraytayman fukam. To'liga qilmay menga aka. Bu misilning mashina to'chiq besitaycha fukam mashina. Ya kuz kayni. Menga. Xapamanga fukam bab barmaycha fukam. Aka. Ben normadan ortiq yuk besishdan men qonun xilop keligini bilmamsiz. Bilmay qapdim fukam. Tek üstüge adam besibsiz de qarang. Qana? Oltamamda ne? Molgodak. Adam emas bu. Aka, şu adamımın nima o? O balam mening. Ya o Qur'onga yetmagan balitda fukam ma'lum qo'yib bersam haqqi yitlab qochib ketmasin deb bisvaga uni. Aka. O şu Mişaga tük besib ketgan sizdan balangizmi shu? Ha? Ya fukam bizning uyda kelsa tüklikimiz shu, bizning jamoat ashta tug'ilib qopti, bal xapamanga fukam. Bular bugun kech berib hamma tukini elib yetayman. 38 mana. Balangizcha? 28. Siz 38. Ha? Balangiz 28. 8. Demek sizlar 10 yaşınızda Çaqchaqmı ya fukam bu. 10 yosh degan bu g'avalning kichik to'yini qildigan gibi ishga vaqt bor. Menga to'liq yoqmay. Ya fukam xapamanga fukam bir kechirib yeting fukam men bir ketib qolaycha maqidanga fukam. Hey, odamni yukni ustiga nemishqa bossiz aka? O bika besib qo'ygan bola emas fukam. Biz yeziq ishlaqamda o'ydingil yo'lga jiqmang emas qaylang. Bizning uni ustiga to'shiydigan yerimiz sap shu qishdan chiqmay qolganda xalqni uyga kumat to'shiydigan odam biz. Shu dongdan chiqdiganda ash bola fit deb ishtirib chiqdi. Dongdan tushadigan fitdami chipli tatib tormozlaydigan bolita va. Demek motorumuzdan promozunu buzuqdan ha? Saxta u biz tormozni jiqtasab dongdan jiq tushib fukam buzilib qopti. Ayatli almashtirib aytaycha, uprab ketgan o'xshaydi shu. Fukam biz xalqning uyga kumat tushib yaxshi qilayotgan shu uqmay normanim ortiq besib sapti. Men bir xalqni bir tonglab uylab qolmasan deb yaxshi ishda bu hamda bu. Aka. Hozir kim tonglab uylab qopti? Ha? Hukumat obdan berayotgan parbag'i. Öyledi parbag'i hozir. Ya uga baf kam biz apirdigan ya bir yezning bir chat yera fukam bir dadi shu deyilga apirtoq u yerda par berib bulamga yerda kuma qalaydigan batdayna. Chiroq qani? Qana? Qani motoringizni chiriqi qani? Qana? Qani motoringizni chiriqi? Qaysi chiroq deysiz fukam? Ma jiroqni yiqini yurt. Ya ba. Qani? Ya kumaning arsida baf kamunda 18 kuz va projektordan birisi va dampingsi va. Kim aka? Men siz projektor demadim, motorning chiriqi qani deyapman, tushundingizmi? O'tganda vassida qilib etilib ketganda shunga projektorni ishlatib turdik. Projektorni? Ma'qulingizda rol, ma'qulingizda projektor.
Gar. Men kıtsızdan ha. Ya fikam o projektorni men tutmayman. Üstüdeki bal nima ish qildi shuni tutmay. Men aqshim manga vaqt qarang uchish değil deyman projektorni lapidli yaqida oldiga. O'ng'i mangimiz deymiz pal pul o'ng'i yaqida. Solg'i mangimiz deymiz pal pul solg'i yaqida. Oki keyniga tormozlaymiz deymiz keyniga vasita xalqning ko'ziga yaqida shuning bilan bulda o. Demek motorunuzdan signal chiroqlarimi buzoq. Umi yo'q. Shundami? Nima bizning chiroq saqolgandiki ketibdi hozircha. Hamagina pulga ha. Xapo menga fikam. Atla almashtirdi. Qana aynak qana. Qaysi? Va bu kenin ko'rdigan aynakchi. Doshojing ma fikam. Ha, doshojing. Qana shu doshojing qana. Uyda. Uy qo'yib qo'ygan. Ash doshojing bo'lmaydi ekan. Qanday bo'lmaydi ekan? Bu doshojing jangi zaman doshojing ekan, bu shunga uy qo'yib qo'ydim buni. Aka o canlı zaman doshojing emas. Anda oldingizdan yandan kelgan narsa ko'radigan narsa bu. Ya fikam o aldımda yanında inkildiga ishna fikam. Bala menga oldidan adam keldi, yandan o'ng tarafdan desa solga vertli qaçmay fikam. Ash o'ngdan keldi, soldan keldi deb vaqas o'ngga vertli qaçmay shunda qilib ketib barmiz, ma ballaşda uy tutib. Yo'q, ma balning apsilashda uy tutib. Endi doshojingning masalasi kelsak fikam. Biz xangdan kuma ochqidigan adam. Xalqning uyiga apirib bo'g'icha, ba'zi yerim kecha qolamiz fikam. Qaysi kun ash qorong'ida yuz ko'zlarim tup tarat, kuma qo'p qar ketib berib. Biz aynak qayla degandek qilib fitli qaysam, üzem jin ko'rinib fikam. Motorni apa deb gumni üzemni yerga atganni bilaman. Shuni olib belqatlashib ketib qaylan. Qaysi kunimi taqa apa deb üzemni bir etishim ya apam qutqazmidi ya üzem chiqqanmidim u yerdan. Ma bel tishim bo'lib ketib hozircha o'ngshalmaymışda judim emasman. Sizga to'shmaydi aka. Jiran. Ya fikam xapamanga deyma. Fikam. Xapamanga jinim fikam men tuzday. Aka, qanama qalpoqingiz qani? Bag'wa mina. To'moq demidim qalpoq deyapman. Qalpoq, bexatarlik qalpoqingiz qani? Bag'wa. Qani shu? Uyda. Benim aka, qarang, bu qalpoqni uyga apib uxlaganda kiymaymiz. Ma motor miniganda, ma qatnash vositalari miniganda mana bexatarlik uchun kiydigan narsa bu. Fikam u qalpoq taz bo'lmaydi ekan, shuni uy qo'yib qo'ygan. Qanday bo'lmaydi ekan? Bu aynak o'xshash jangi zaman qalpoq ekan-ku bu. Aka, o canlı zaman qalpoq emas. Unda canı qutuldirgan qalpoq bu. Ya fikam o qalpoqni qaylan o boshqa kiyib mansma galni tangmasa böyle tutmaydi ekan boshda. Galni tangandikilar yerini chatgandikilar kanayni biz siqqandek bo'lib, biz buni urdigandek bo'lib qaylan. Dimim siqilib, chigoyam badanga uni suyman ulab ketmay bo'ldi deb shuni. Canım aka, bunda jiningizni qiynag'icha bir cho'ngroqni eplik kiysangiz bo'ladi emasmi? Ba. Uyda. Bilog'in. Uni ba fikam. U maningdan xatarlik emasmi bu? Qanday? Tas qoldim ash qalpoqni kiyib qaysi kun o'lgilar. O'lgilar? Qanday ular? Isib ketib. Mana, canım aka. Men sizga yo'lda kelgach deb keldim mush gapni. Ana normadan ortiq jiq basmang, kuman ana jiq basmang o't ketdi dedim men sizga. Kime ketgan ot emas fikam bu. Nima ketgan otamsa? Ya o bizamdimda jiroq uzun meni agandika fikam xuma tutib ketib, oldim yergacha itek o qalpoqning qanday chekishni uqmay shu ostida shangyandim bizni tutashtirib chekib ichiga septikan men qaylan ichi quyab beribdi men oldaynakni ochma beribdim shuni tinamay hushimdan ketib isib ketib istigan gukrab chiqib shu opaqning kap qutquz emasmi suv chechib menga Qo'l qo'ydimchi aka sizga. Rahmat fikam. Hozirgacha yelamamışda hayot yashab. Rahmat fikam. Jiran. Ochiqchim bering. Buni belgilanmaydi jiran. Ya fikam ochiqchim bering fikam. Canım akam ochiqchini belgilanmaydi. Nimish qamda? Ochiqchini sizga bersam bo'lmaydi. Shu nimish qafkan va hammishni so'dingiz deb berdim, nimish qilib Qarang. Birinchidan, men ochiqchini sizga bersam, men qonunni ijro qilg'ich turib, men qonun xilof ish qilgan bo'laman, tushundingizmi? Ikkinchidan, men ochiqchini sizga berdim dey. Siz motoringizga selib, uni haydab mangsiz. Motoringizning chiriqimi yo'q, tormozimi yo'q. Gumda damdan birini so'qsangiz, masliyat menga kelaqcha. Shundaydi? Endi uchinchidan anglang ha? Ya bo'ldi fikam yomon jiqninji ekan, bu anglamaycha bo'ldi. Mishada sizning aj motoga ko'zingiz tushdi. O'zi qo'nganlar qo'lga yaqin motorda. Bulabda fikam aranchili bo'lsin. Motorni men bilan kuma sizga qolsin. Jiran jiq yaqin. Bulabda fikam kuma men qolsin, motor sizga qolsin. Aka jiran. Fikam bulabda motor bilan kuman tang sizga berib 2 ishtirib o'ynamsiz. Xapaming fikam mendim ba. Aka. Balını elib men bilan jiq yaqin ras jiran. Qabalni. Balını. Balınız ne?
Mening balam emas u. Voy, bayatı mening balam dedingiz-ku. Emas. Kimning balasi mening balam emsa? Dadamning balasi. Ya ukam manda gap o mening biz qusaq ukam ava. Ha. Shu quldim boshqa ish kelmaydi. Uning shoma motorning kayniga besilab ancha-muncha ish tag'ili, tatqini qo'yib, Ha. va ancha-muncha pul tepib, ma balning atiyaz to'yni qilmoqchida qaylan shunga. İşte mening nimda ishlayotgan balda bu. Tek to'yni qilmagan balami? Ha? To'yni qilmay tursin. Tunishtirib qo'ydigan biroz bormi? Qapamanga ukam hamda bunda be. Qarang, Ha. ma balam mushtaq qonunni bilmay turib to'y qilsa, ma qonun xilop ish qilish ehtimolligi intayin yuqori tushundingizmi? Shunga qonun ugunib, uni to'yni qilsin. Undan bo'lib ketmas ukam, obaytim bir men bujmoch, bizim uyg'un oldim ashbaq deb qo'yaycha, bu qo'yuytinga bizni. Siz mendan bir mo'shin narsa o'rgandingizmi? Ha. Siz men bilan qanchalik paranlashdingiz? Tang. Bala bilan qanchalik paranlashdingiz? 3 yil bo'ldi. Yuqqanda, menga jiq yoqma aytib menga. Ukam ash balni ammisaq faqat bo'lmam, nima ish qilaman, men ashaga berib Ma oshqishni og'ingiz bormi, yo'qmi? akilinga. Ma oshqishni sizga beraman. Akiling amsa. Tushundingizmi? Lekin hozir emas. Qachon? Siz men bilan qatnash boshqarish cho'ngatirtiga berib, munosabatli qonun bilimlarini obda o'rganib, motorlaringizning buzilgan yerlarini o'ngishab, turmush, aynak, chiroq hammasini o'ngishab, ma qalpingizni tumoqni qalpoqqa almashtirib, yo'lga chiqadak bo'lganda, pravimiz qo'lingiz qaytib kelganda, nima deysiz? Tushundingizmi? Juring. Men Ukam xapamanga ukam bu nimda qilsiz deyman. mamamsiz aka. Yana shu kumarlarni sotishyapsiz shundami? Kumarlaringizga men bir mashina o'rinlashtirib beray. Ash kuma bilan qo'shib men mashina o'rlashtirib biza operatingga ukam bo'lmay ashning idoriga bormaycha. Siz men bilan birga mamasiz jenim Ya aka, ukam juring. xapamanga o'zim operator bo'lsizlik japa sanmaycha ukam. Juring aka. Japa deb qo'yaman men ukam. Yo'q aka, japa sanmaysiz. Bu biz xatlar soqchilar bilan xalq soqchilarining qilish tegishli ishi bu. Juring. Ma'qul ukam. Ukam motorni ash balliq berib menga matrabga deyman. Men soqchi qo'yapmanmi-da?